Albatta Alloh hayolidir. Buni qanaqa tushunamiz? Alloh hayoli zot. Alloh hayoli va karim zot. Allohning hayosi qaysi ishda ko'rinadi? Agar banda ikki qo'lini ko'tarib, "Ya Rob" deb hojatini so'rasa, qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Banda qo'lini ko'tarib Allohga "Ya Rob" deb hojatini so'rasa, quruq qaytargani hayo qiladi dedi. Mana Alloh taoloning hayosi. Yana birodarlar, aytiladiki, hayo hayotdan, ya'ni tiriklikdan. Qalbida hayosi bor odam, demak tirik odam. Endi qalbida hayosi bo'lmagan odam o'lik odam. Hayo tirik qalb, behayolik o'lik qalb. Insonning qalbi qanchalar tirik bo'lsa, demak uni hayosi ham shunchalar komil bo'lib boradi.